Assalomu alaykum China Motors obunachilari. Bugun navbatdagi M3 modelimizni o'z egalariga topshirmoqdamiz. Abdumutolib aka, o'zingizni chestni borini ayting. Qanaqa bo'ldi olish bo'yicha? Muammolar bo'lmadimi? Qancha vaqt ketdi va menejerlarning o'zingiz o'tiflarini ayting. Qanaqa bo'ldi sifat ish bo'yicha? Olishimizga hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Ertalab xudo xolasa 10 larga kelgan bo'lsak, hozir mana ishimiz bitdi. Mashinani qabul qilib olyapmiz. Ballaga rahmat, xizmati cho'tka. Hech qanaqa yolg'on, yashiq aralash yo'q. Bori. Bu birinchi mashina olishimiz emas, bu yerdan ikkinchi mashina olishimiz. Shunaqa akajon. Shu ishonganimiz uchun shu yerdan kelib turib shu mashinani tanlab oldik. Xizmatlarga gap bo'lishi mumkin emas. Banklarda ham hammasini o'zlaring yelib yugurib qillinglar. Mingdan ming rahmat. Hech qanaqa sizlar tomonidan hech qanaqa kamchilik yo'q. Mashina ham zo'r mashina, ishlaydigan mashina. Aka, bo'lmasa